Tezkor aholiga ogohlantirish. Azizlar, ushbu xabar boshqa yurtdoshlarimizga ham yetib borish uchun video ostiga bir dona like bosishni unutmang. 8-mart kuni kuchli shamol ko'tarilishi e'lon qilindi. Azizlar, videorolikni oxirigacha tomosha qiling. Joriy yilning 7-8-mart kunlari respublikaning ba'zi hududlarida shamol tezligi 25-30 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet xabar berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 6-mart kuni shimolda va cho'l hududlarda, 7-8-mart kunlari respublikaning qolgan hududlarida ba'zi joylarda shamol tezligi 17-22 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Navoiy, Jizzax viloyatlarida ayrim joylarda, ba'zida 25-30 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. 7-martda va 8-martga o'tar kechasi respublika bo'yicha yomg'ir yog'adi. Tog' oldi va tog'li hududlarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor kuzatiladi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Kunduzgi harorat 7-10 daraja iliqqacha pasayadi.